Oshxonada idish tovoqlarni yuvmasdan, ochiq holda qoldirib uxlash odatingiz bormi? Hoziroq to'xtang. Siz buni shunchaki charchoqdan qolgan erinchoqlik yoki ertalab yuviladigan oddiy idishlar deb o'ylaysiz. Aslida esa siz tunda uyingizning oq markazida shaytonlar va jinlar uchun ulkan ziyofat uyushtiryapsiz. Buning ortida har birimiz bilishimiz shart bo'lgan dahshatli ogohlantirish bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tunda idishlar ustuni yopishni buyurganlar. Ulamolarimiz esa ochiq yuvilmagan idishlar haqida shunday ogohlantirganlar. Kechasi yuvilmay oziq-ovqat qoldiqlari bilan qolgan idishlarni shaytonlar va nopok jinlar yalab undan oziqlanadilar. Sizning oshxonangiz tunda ular to'planadigan eng sevimli makonga aylanadi. Natijada uyingizda baraka batamom qochadi. Oilada sababsiz sovuqchilik, asabiylik va janjallar ko'payadi. Eng yomoni, tunda siz uxlab yotganingizda qalbga dahshatli vahimalar va tushkunliklar tushadi. Keyingi safar har qancha charchagan bo'lsangiz ham idish tovoqlarni yuvmasdan aslo uxlamang. Agar umuman iloji bo'lmasa, ularni hech bo'lmasa suv bilan chayib ustini bismillah deb yopib qo'ying.